Voy voy, odam ko'p-ku, ha? Assalomu alaykum Nodir aka. Endi qaytib olgan oldim. O'shanga odamlar hamma shu bugunga taqab chiqdi-da. Sochimni kim olib qo'ya olmaydimi? Shogird Endi nima bo'ldi? Ye, saytiga keldingizmi? Ye, ukam. Men aka, 3 oylik arenda. 3 oy senga yaqinlashing-a. Charchamaga. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bular hammasi bor-ku, klientlar, shogird emas. Keyinroq chiqing. Sartaroshlarning ishi zo'r bo'lib qolibdi-da. 3 oylik mashinasini arendasini bir kunda Assalomu alaykum Nodir aka. Va alaykum assalom. Ha, qayerga ketyapsan? Sartaroshga chochimni oldirib oling. Ey, bu yerda kutyapman-a, keyingi haytam oldira olmaysan. O'zim chiroyli qilib qo'yaymi? Siz sartaroshmisiz? Ha? Nishonda zot otuvdingiz o'tgan kuni. Eski kasbim o'zi sartaroshchilik meni. Yo'q, Ha? Men mana shu oldiraman. Voy, o'ylab ko'r, uyda cho'tki qilib sharoit qilib qo'yganman. Keyin xush to'lib bo'g'ir solib beradi. Bo'pti. Yur. O'g'lon, sen yur. Oyingga aytgan, meni mashinkalarimni tez tayyorlab tursin. Xo'p bo'ladi. Qani? Mashta o'lan Ha, shu yerda o'tir. O'tirmaysan? Voy, olman meni. bosh yuvormaymizmi? Ha, yuboramiz. O'g'lim tayyormi? Tayyor, olib boraymi? O'tir, ha. Anqayma. O'tir. Oy, odamim ko'p, o'tirsin-chi. Ota. Aka nima qilib qo'ydingiz? Yo'q, hech nima qilmadi. O'tiring. O'g'lim, ana yangi suvdan olib chiqdim bak. Hozir yangi suv chiqdi. O'shani mazasini ko'r berasiz. Voy, cho'tga olib qo'yaman mana. Qara mametlarni, kartofkalar cho'tga chiqyapti. Mana uka, Nikoni qo'liga chiqdi. Yangi tam. Qara. Bilaman buni ichaman aka. Qo'yib olingsiz. Bo'ldi. Bundan burtir. Bilan qoldi. Odiljon, qaror bolam. Bo'ldi. Do'konga chiqasan, amaqingga aytasan. Supurkilab bering degan. Bor. Ana, ukam bo'ldi, endi soqqani seni. Sochim orqasini ko'rsing. O'zi oynan bitta uyga borib ko'rasan, u kim bo'lsa aytgin, soch olishga. Ota, bu ishimiz bo'lmaydi. Ertaga dabdalarni tushib ketadi. To'g'ri aytasan, bolam. Borib, o'yinchoqlaringni yig'ishtirgin, ukanikini ham yig'ishtirgin. Nega? Ertaga qaytib, masjid oldida sotamiz. Zaminaning nomlari, Oxmula Alijonali, qo'llari gul ishlari, o'zlari dili jonali.